Yana bitta kod aytaman. Men bilan birga aytasiz. Juda ham kuchli kodlar. Har kuni takrorlayverganingiz sari erib ketishni boshlaydi mavjudotlar. Kambag'allikka javob beruvchi mavjudotlar. Takrorlaymiz. Aytamiz birgalikda. Yagona yaratuvchim. Senga murojaat qilaman. Ilohiy muqaddas ishonch va hurmat bilan. Yagona yaratuvchining barcha muqaddas nomlari bilan eritilinsin mendagi barcha bolalik dasturlari. Bolaligimda ota-onam ongidan singib kelgan yetishmovchilik ongi dasturlari, kambag'allik ongi dasturlari. Doim otamda pul yetishmovchiligini ko'rganligim. Doim onam pul yetishmayotganligini aytayotganligini ko'rib katta bo'lganlik dasturlarim eritib yuborilsin meni ongimda va xuddi shunday turmush o'rtog'im, agar hozir turmush o'rtog'ingiz bilan birga yashasangiz, aytasiz, men turmush o'rtog'im bilan birga yashayman-da, turmush o'rtog'imni ham qo'shib aytaman. Turmush o'rtog'imni ongida yoki farzandlaringiz bo'lsa, farzandim, avlodlarim, men shu o'g'limni otini aytaman. Jasur Muhammadamin Asadbek. Siz ham qizlaringiz yoki o'g'illaringiz bo'lsa, mana shularni ongida butunlay eritilinsin. Barcha meni ondan oqib kelayotgan farzandlarimga kambag'allik dasturlari eritib yuborilsin. Bolalikda pulni uchma-uch yetishmovchilik ongida sarflagan dasturlar eritib yuborilsin. Puldan xafa bo'lib qolgan, puldan ko'nglim qolgan, pulni rad etgan, puldan alamzada bo'lib qolgan dasturlar eritib yuborilsin. Agar pul ko'paysa, oila barbod bo'lar ekan. Agar pul ko'paysa, er va xotin o'rtasidagi munosabat buzilar ekan, deya pulni to'xtovsiz rad etganligim eritib yuborilsin. Bolaligimda bozorda doim ota-onam bilan eng arzon kiyimlarni soatlab izlaganligim. Soatlab bozor aylanib kambag'allik ongida, pulni tejash ongida vaqt o'tkazgan vaqtlarim xotirasi. Va bugungi kunda ham men o'zimga xuddi ota-onam nazarida pul qizg'anishim eritib yuborilsin. Har bir dasturlar, har bir iqrorliklar puldan og'riqda qolganligim, hamma narsada pulni ayblashim, har bir jarayonda puldan xafalik ongida qolib ketganligim, menga pul yetmayotgan paytda pulni ayblaganligim, bola ongim, javobgarlikni olgim kelmasligim, kengayishni istamasligim eritib yuborilsin. Eritib yuborilsin. Har bir dasturlar yetilmagan, ulg'aymagan hujayralar bola ongida qolib ketganligim, bola ongida xarxasha qilishim, yetuk inson sifatida hayotim uchun javobgarlikni, pullar uchun javobgarlikni, munosabatlar uchun javobgarlikni, to'lovlar uchun javobgarlikni olgim kelmasligi eritib yuborilsin.
Pulni qabul qilganda og'riqda qabul qilish xotiralari, bolalik dasturlari. Pulni to'layotganda og'riqda to'lash dasturlari. Pulni to'laganimda u menga qaytib kelmasligidan xafa bo'lish dasturlari, qaysiki ota-onamni ongidan oqib kelayotgan dasturlar eritilinsin. Ajdod dasturlari gen, DNK, RNK darajasida. Har bir qavatlarimda, qatlamlarimda, olamlarimda, parallel dunyolarda, oldingi tug'ilgan hayotlarimda eritib yuborilsin. Har bir kambag'allik ongi, aybdorlik ongi, qurash ongi, pulni o'zidan rad etish ongi, boy bo'lishni istamaslik ongi eritib, tugatilib, yakunlanib berilinsin har bir ssenariylar. Toki yagona yaratuvchining muqaddas birlik ongiga, muqaddas serobgarlik to'lqiniga aylanib ketmaguncha. Tak, Merkabani biladiganlar ochish matnini aytsa bo'ladi. Teleportatsiya deb. Bormizda Merkabaga instansiyasi borlar.